Qadrli dostlar, yaxshimisilar? Bugundan boshlab Sevida ishimiz atrofimizga har xil psixikalik masalalar haqida suhbatlashmoqchi, fikrlashmoqchi. Sizlarning har vaqt bizning suhbatimizni ko'rib turishingizni umid qilamiz. Sevida uzun bo'lib ishimiz shu psixikalik masalalar haqida to'xtalmoqli. Yaqında bir tanışımның ahvoli mening diqqatimni tortib qoldi. Shunga shu tanışımningki hozirgi holati haqida sizlar bilan o'rtoqlashqim kelib qoldi. Bu ayol ajrashib ketgili 10 yildan oshgan, lekin hamda shu 10 yildan buyon ta hozirgacha nega bo'lsa o'ttas qopsa shu burunqi aslamalarini to'liq aslab, shu burunqi ishlardan qaytib chiqolmayotgan bir xil ahvol bor. Qaqshash, so'zlash, azoblanish degandek. Hamda biz psixikada odatda so'zlab chiqarib yoki boshqa xil usul bilan chiqarib etish orqali bu psixikasini normallashtirg'ili bo'ldi deb so'zlaydik. Lekin bu ayolga qarasam, so'zlab chiqarib etish yoki yangillash emas, aksi ig'irlab ketayotgandek his qilib qoldim. Hamda mush ahvol ostida biz bu tanishimizga qanday yordam qilsak bo'ladi sizningcha? Şuna bendenin bəxtləş əslidəki şanlıyın sonra əsl tutub qoydu. Onundu özünün balısının uçurğan azablarını tolu sözləb dəsləb xəqlə işçi ağırdıdı. Axırda bəgən siri bu ayol texim bək keyfiyyatı buzulğansa ətrafdakı adamdan bezar buludu. Bu xalalətini biz Müşündaq mənfi keçmişini qayıt uzun vaqt sözləşini köşəş təfəkkürü edib atayımız həmdə. Dəsləbdə biz müştaq bir umutsuzluqlar həmdə bunu kəsbirək desək mənfi keçmiş dəb atavatdımız. Şunun yoluqqanda hər qandaq adamның keyfiyyatida çoxum hər xil güclü pasif energiya bulducu. Müşü vaqtda biz onu boşluq çıxırıb etiş, onu besib etib, yoki qəsdən unutub, yoki yötkəb qısaq bu bir müdafiə mexanizmi deyimiz. Bu içində qap qalıdı. Şuna bu bir xil adamlarda hər xil zəxmələrini payda qıldı. Şunlaşqan bu şu vaqtda onu ifadə etiş degan gap. Bu hərgiz uzun məzgil mənfi keçmişini köşəş degan mənanı bildirməydi. Əmdə bu köşəşni psixologlar tədqiqat edib bağan aşındaq 30 adamın 15-ni işkiga bölüb, birisini özünün mənfi keçmişini toxtumay sözlətgan 4 yil. Yana birisini belishni o'zgartirish ilmiy usul bilan psixikasini tanishganda natijada ikkinchi guruhdagilarning o'zgarishini tez bo'lib, birinchi guruhdagilarning texim kuchayib ketgan ba'zanlarni. Biz o'zimizning pasif energiyasini chiqarib etgandan keyin andan mushu masala paydo qilgan kayfiyat, ham buning boshqalarning bahosi, o'zi mushu masalaga qanday qarash deganlarimiz o'xshamaydigan elementlardir. Hamda mushu masalalarni asta-asta o'zgartib, hamda mushuni qabul qilish kerak. Ham undaq qilmay bu mushu masalaning ichiga cho'kib kirib ketsam, işte adet xarakterli köşeş bo'lib qolsa, buning ichidan chiqolmaydi. Albatta, hozir hammamiz shu aktiv energiyalik ishlar bilan yaqin turishni xohlaymiz, pasif energiyalik ishlardan qochimiz.